Dunyo kinosini butunlay o'zgartirgan film. Bu fantastika emas, bu Parazitlar. Nega aynan shu film tarixga kirdi? Bugun shu haqida. Siz bilgan parazitlar oddiy janr emas, balki iqtisodiy tengsizlik, jamiyat tafovuti va inson tabiatini eng og'riqli nuqtasiga urgan film. Rejissor Bong Joon-ho bu asar orqali tomoshabinni kuldirib, seskantirib, o'ylantirib yuboradi. Hammasi bitta filmda. Film bir kambag'al oilaning boy oila uyiga turli kasb vakillari sifatida kirib borishi bilan boshlanadi. Hech qanday sehr, hech qanday super qobiliyatlar yo'q. Parazitlar 2019-yilda butun kino sanoatni shunchalik larzaga soldiki, birinchi osiyolik film bo'lib, Oskarda eng yaxshi film nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Bu g'arb kinosi devorini yorib o'tgan birinchi Janubiy Koreya filmi. Bundan tashqari 4 ta Oskar, shu jumladan eng yaxshi film, eng yaxshi rejissor, eng yaxshi original ssenariy hamda eng yaxshi xalqaro film nominatsiyalarida g'olib bo'ldi. Rejissor Bong Joon-ho haqida yana bitta gap. U har doim real hayotdagi muammolarni kino orqali shunchalik nozik tasvirlaydiki, tomoshabin kulgan paytida ham ichida g'alati bir uy uyg'onadi. Shuning uchun ham parazitlar dunyoning har bir burchagida bir xil kuch bilan ta'sir qiladi. Agarda bu filmni haligacha ko'rmagan bo'lsangiz, izohlarda parazitlar deb yozib qoldiring. Men sizga filmni yuboraman.